Assalomu alaykum. Mana 90 santimetrga 2,5 metrlik vibratorimiz tayyor bo'lyapti. Alloh nasib qilsa, bugun ertaga ishga tushiramiz. Yurgizib ko'rdik. Bu transportyor lenta bu. Mayiz mahsulotlarini tepaga chiqarib berish uchun. Bu mayizni dumchasini olish uchun dumchasidan ajratib chiqarib beradi. Shunga tayyorlangan mana bu qo'yamizdan. Bundan sop chiqarilaveradi. Bular elak variantlari. Bu yoqda vakuumlar. Hozircha yangiligimiz shu bitta. Mana shu vibratorni tayyorlayapmiz. Undan keyin u yoqda yana bitta vibrator tayyorlayapmiz, maydaroq. Ishlaganlarni ham qo'yamiz, Alloh nasib qilsa. Bu yoqda sotuvda bitta bor, elak varianti. Nasib qilsa vibratorda ishlaganini yurganlarini qo'yamiz.